Shunda mana kichkinasiga aytyapsiz, to'g'rimi? Ha, kichkinasi u juni kamroq, lekin badani yaxshi. Normali semiz, eti bor. 37 kilo, 38 kilo go'sht qiladi o'sha. Qo'zi bular. Mana shu qo'zi. Hoppa. Yaxshimi? Mana o'zing ham qassobchilik qilib yurgansan. Yaxshi. Tanishim aytibdi, taklif tashadi. Aha. Qozoq qo'y olib kelib so'ysang-chi deyapti, senga 100 mingdan tushadi deyapti. Qozoq qo'y deb, qozoq qo'y 4 suv 2 otchani olib kelgan deyapti. Yo'q. U so'yilgan qo'y endi bebismillah so'yilganmi, bismillah deb so'yilganmi, u gumonda bo'lib qolasan. Shuning uchun halolini beraversin. Mana bolam qassob ham 120 ming, 125 ming tushirib olyapti go'shtni bolam. Men o'zim boqqanimga roziman. Men foyda qildim nima, sen foyda qilding nima? Baribir bitta cho'ntagimizga tushadi. Bolam mana 125 ming so'yib olaver bolam. Bo'ldi, 125 mingdan. 40 kilodan oshish kerak emas, что bizga. Yo'q, bu 37, 35, 37 kiloning orasida o'ynaydi. Chunki bu 40 kilodan oshib bo'ladi, bu pishganda ham qattiq bo'lib qoladi. Shu 35 maksimal taqalgani 40, qolgani pastga 30 kilogacha. Shunday qovog'imizda yeyishsin, maza qilsa bo'ldi shashingni. Qo'zini go'shi barra bo'ladi. Bular qo'zi. Tish yormagan 2 yosh emas, qo'zi qo'ylar. Ertalab kushxonaga jo'nataveradi. Alloh barakasini bersin.